15 xat risalatu i'tizarin g'ayru rasmiyatin. Norasmiy yoki rasmiy bo'lmagan uzr so'rash xati debdi. Marhaban ya Samir. Salom ey Samir. Uridu an a'tazira minka min a'maqi qalbi ala ma hadatha baynana fil ayyamil madiyah. Fil ayyamil madiyadan boshlaymiz. O'tgan kunlarda baynana bizning oramizda sodir bo'lgan magan deb tarjima qilamiz. Ma hadasa sodir bo'lgan narsa uchun min a'maqi qalbi chin qalbimdan sendan uzr so'rashni uzr so'rashni xohlayman. O'tgan kunlarda oramizda bo'lib o'tgan narsa uchun chin qalbimdan sendan uzr so'rashni xohlayman. A'lamu annani akhta'tu va az'ajtuka bi kalami aw tasarrufi va lam yakun zalika maqsudan ala al-itlaq. A'lamu annani akhta'tu va az'ajtuka bi kalami aw tasarrufi birinchi bo'lamiz. Bilamanki albatta men oxiridan kechaman. Albatta men tasarrufi degani harakatlarim, qilgan ishlarim, harakatlarim degani o'zimni tutishim degani aslida. O'zimni tutishim, harakatlarim, qilgan ishim desa ham bo'laveradi. O'zimni tutishim va gapim bilan senga az'ajtuka, senga ozor berdim va xato qildim. Yoki men o'zimni tutishim va gaplarim bilan senga ozor berganimni va xato qilganimni bilaman deyapti. Falam yakun zalika maqsudan ala itlaq. Va u ala itlaq. Umuman qasddan lam yakun bo'lmagan deyapti. Umuman qasddan bo'lmagan deyapti. Ahyanan tanfajirul masha'iru biduni tafkirin va udrikul an annani kuntu sari'al infiali. Ba'zan mashair ega bo'lyapti. His-tuyg'ular biduni tafkirin, o'ylamasdan tanfajiru, otilib chiqib ketadi. Ba'zan his-tuyg'ular fikr qilmasdan, tafakkursiz otilib chiqib ketadi deyapti. Tanfajiru. Va udrikul an va hozir bilyapmanki annani albatta men kuntu sari'al infial shoshqaloqlik qilibman. Shoshqaloqlik qilganimni, qizishib ketganimni bilyapman deyapti. Anta sadiqil aziz va la uridu an tata'athara sadaqatuna bisababi su'i fahmin aw lahzati za'lin abiratin. Anta sadiqil aziz, sen mening aziz do'stimsan. Va sadaqatuna bizning do'stligimiz deb oxiridan kelaveramiz. Abira, o'tkinchi lahzatu za'lin degani o'tkinchi jahl lahzasi. Za'lun degani jahl chiqishi, g'azab qo'zishi, jahlni chiqishi degani za'lun ekan. O'tkinchi jahldorlik lahzasi yoki su'u fahmin, yomon tushunish, tushunmovchilik degani, bir-birini yomon tushunish yoki tushunmovchilik sababli ta'sirlanishini xohlamayman deyapti. Shu sababli ta'sirlanib qolishini xohlamayman. La uridu, xohlamayman. Qaytarib qo'yamiz. Sen mening aziz do'stimsan va do'stligimiz o'tkinchi jahldorlik lahzasi va yomon tushunish yoki anglashilmovchilik sababli ta'sirlanib qolishini xohlamayman. Aftaqidu hadithana va dhahkatina va atamanna an tusamihani va taghfirali ma badara minni.
Aftaqidu hadisini va zohir degani birinchi ko'ramiz ekan. Gaplashishlarimizni, suhbatlarimizni va kulgularimizni sog'indim, qo'msayapman. Va men oxiridan kelamiz ekan. Mendan kutilmaganda badaro degani kutilmaganda sodir bo'lgan. Mendan kutilmaganda sodir bo'lgan narsa uchun meni kechirishingni va tusamiha ham bu ham kechirish degani. Tag'firo bir qilmish uchun kechirish, tusamiha umuman bo'pti mayli. Xo'p, mayli deb yuborishni tusamiha deydi. O'sha qilmishimni kechirishingni va meni avf etishingni desam bo'ladi va meni avf etishingni so'rayman. O'zi avf degani umuman kechib yuborish, xuddi yo'q bo'lmagandek. Bo'ldi, buni unutamiz deb yuborishni avf deydi. G'ofaro bitta qilmishini bo'pti mayli, kechirdim deb qo'yadi, bo'ldi, kechiradi. Uning uchun bir jazolamaydi. Lekin butunlay o'chirib yuborish degani emas. Samaha endi mana qilib qoldi-da, uzr endi desa, bo'pti mayli deb qo'yish. Samaha bo'pti mayli deb qo'yish. G'ofaroda ham uning uchun bir azoblamaydi, kechirib yuboradi, lekin baribir turadi u narsa. Umuman o'chirib yuborilmaydi. Samahada bo'pti mayli deb qo'yadi, keyingi safar bir balo bo'lib qolsa, eslaysanmi o'tgan safar ham mana shunaqa qiluvdik deb gapiriladi. Samaha shunaqa narsa. Shuning uchun mendan kutilmagan sodir bo'lgan narsa uchun meni kechirishingni va imkoniyat berish ma'nosida kechirishingni so'rayman, tilayman. A'iduka annani sa'akunu aksara hirsan fil mustaqbal va sa'uhawilu an akuna sadiqan afdala laka. A'iduka annani sa'akunu aksara hirsan fil mustaqbal. Shu o'zi a'iduka ikkalasiga ham ketar ekan. A'idukaning oxirida ekanmiz. Birinchi annani sa'akunu aksara hirsan fil mustaqbal aytamiz. Albatta men kelajakda aksara hirson ehtiyotkorroq bo'lishga va senga eng afzal do'st bo'lishga harakat qilishga va'da beraman deyapti. Kelajakda ehtiyotkorroq bo'lishga va sen uchun eng afzal do'st bo'lishga harakat qilishga va'da beraman. إذا كنت مستعدا أحب أن نلتقي قريبا ونتحدث بكل صراحة لنزيل أي غمامة بيننا. إذا كنت مستعدا أجر تayyor bo'lsang أحب أن نلتقي قريبا tez orada ko'rishishimizni ونتحدث بكل صراحة linazila ayya g'amamatin baynana. Shu bir oxirdan kelamiz ekan. Oramizdagi har qanday g'am g'ussani, g'amama, har qanday xiralikni, ko'ngil xiralik va g'am g'ussani linazila ketkazish uchun bikulli saroha ochiqchasiga gaplashib olishimizni uhibbu xohlayman. Bu yerda o'zi g'amama o'zi asli bulut degani. Bulut degani, ya'ni do'stligimizga soya solgan bulut ma'nosida aytyapti. Oramizdagi bulut, har qanday bulutni ketkazish uchun deyapti. Ya'ni do'stligimizga soya solgan narsani ketkazish uchun saroha ochiq oydin degan ma'no ham bor, samimiy ma'nosi ham bor ekan. Ikkita ma'no. Samimiy yoki ochiq oydin gaplashib olishimizni xohlayman. Sadaqatuna ag'la min ayyi shay'in va la shay'a yastahiqu an yub'idana an ba'dina. Sadaqatuna ag'la min ayyi shay. Sadaqatuna bizning do'stligimiz min ayyi shay, har bir narsadan ag'la, qimmatliroqdir. Va la shay'a va hech narsa deb oxiridan kelamiz. An ba'dina, bir-birimizdan yub'idana bizlarni uzoqlashtirishga
la shay'a yastahiqqu deydi. La yastahiqqu degan ma'no keladi bundan. Munosib emas, loyiq emas, haqli emas. Ya'ni bizni bir-birimizdan uzoqlashtirishga hech narsa haqli emas deyapti. Shukron laka ala sabrik. Sabring uchun senga rahmat deyapti. Va atamanna an na'uda kama kunna bal afdala. Va kama kunna avval bo'lganimizdek, balki afzalroq, undan-da afzalroq bo'lishimizni, afzalroq holatga qaytishimizni tilayman, istayman. Sodiqul muxlis, sening samimiy do'sting Umar debdi. Shu bilan 15-xatam